Qaysi ishxon bo'lib o'tgan tang? Qatnash cho'ng atrat boshliq ishxonasi. Mushka. Aqara. Avazimga ketdingmi? Aqara. Naq to'ngda bu. Chiroyda chiqib turdi uning to'nglig'i. Erimdikin tang. Ko'nlarda og'iz yumshoq mo'zay qo'shanchak emibdi degan gap bor. Og'izim yumshoq, yalur baqay. Agar uni olmay qolsa, jaz pul. Pul degan jinni eritdi-da, atang'imi pul, anang'imi pul debdi. Gom. Kiram. Assalomu alaykum. Voy. Qadrlaskam, ahvoling yaxshimi? Obdan tudingmi? Uy tinchlik, qadaqilay xizmatlari unumli, ko'ngillik obdan ketibram jinim saqam. Voy, yaxshi. O'zing qanday aka? Yaxshi, obdan rahmat. Qani. Kelib o'tirma. Obdan. Dadamning ismi nima? Davud. Iliq Davud keldi ketdimi? Ha, nima deydigansiz? Iliq Davud ketibmi ya? Ha, iliq Davud deyibichini bosgansan-da. Voy, aka, o'y. Voy, biz haq bir-birimizning laqimini demekti, bir-birimizni to'nimaymiz-a? Yo, undaq emas, jinim tukam undaq emas. Oxir dadamning laqimini degizib turgan bo'ldingiz-da. Ya, endi. Davud To'ngning o'g'li bo'laman. Nima? Davud To'ngdan. Voy, sen iliq Do'nko'rik 3-ko'chadagi Davud To'ngdan o'g'li, Avud To'ngma? Voy, bu To'ng degan laqamni nima norat deb qoldinglar-ku, To'ng? O'nch to'ngladingmi? Emas bo'lmasa biz. Ya, undaq dema, jinim ukam. Sizlar undaq to'ng emas, sizlar degan bak yumshoq, bak suyuq, jinim ukam, bak suyuq. Iliq nima deymiz? Adbiy taxallis. Iliq bosh bilan qo'yib olgan-ku o'ziga. Iliq birnim taxmakoni, birnim to'g'roqi, birnim qumliqi, shahirligi, patqoqliq, suyuqligi deganda. Iliq sizlar qo'ygan adbiy taxallis jinim ukam. Bizim ma'lummi, sen o'xshash katta ziyonlar, boshqa chiqdi degan emasmi ukam mana? Aka, ajab, men sizni bizning balda ko'rmabdi ekanman-a? Albatta ko'rmaysan-da, jinim saqam. Qo'ng'andilik port markalik mashinang bor. Debda to'p. Biz to'pining ichida sizning zixiding chiraqini qarab turibmiz, jinim ukam. Sen oldi ko'chada, biz oq ko'chada. Ha, manda dang-a. Xulosqidan beqat qilmabdi-manda. Ukam, Davud odamlar teshikdi, ha? Voy, aka, dadam tugab ketgan nava. Opla! Bizimiz bo'ldir xabar qilmagansa, men nima uqmay qolganman jinim ukam. Jinim aka, o'choqlarda kimga xabar qilib, kimga xabar qilmaslikni adam dishim ketib qoldi ekan dang-a. Ras. To'y to'kkan o'lim ishdim o'ranjigina bo'lmaydi. Shu vaqtlar men Germaniyaga chiqarga o'xshayman. Voy Davud dadam, oppoq dadam, oq pishmoq dadam, oq tuxumdak dadam. Aka, bo'ldi, sabr qiling. Voy, bo'ldi, sabr qiling, davotman aka. Bunda yig'laversangiz, dadam esim kelib, mening ko'nglim yerim bo'ldi ekan. Ras. Dada emas bu, kimning yuragi chidaydi? Men uchun sabr qilay deyman, biroq sabr qilaman Davud. Voy Davud, to'ng'ishto'nmayg'ini yo'qdi dadam. To'ng'lig'ingdan 6-ayning erimay to'ng'i dadam. To'ng'lig'ingdan ishak arabasini akib o'tatdi dadam. To'ng'lig'ini ballarga miros qoldirib ketgan dadam. Voy, buni kichik to'ngni ko'rib seni ko'rgandek bo'ldim dadam. Voy, nimada yig'laversiz aka? Bu sabr qiling degan, sabr qiling-a. Voy, ishxona o'ngraydigan ya emas. Nima ish bilan kelgansiz? Boshqa ishmi yo'q jinim ukam shimi? Voy, bo'ldi, michildimi-a? Tez dang-a. Nima ish bilan kelgan? Manda qishkan qarab. Oqshom mening o'g'lim qiz do'stimning tug'ilgan kuniga bordim deb mashina haydab chiqdi, qatnashga chiqib qarang. Shuning sizning qo'llashingizga odamlar uni tutib so'lab mashinalarni tortib akritibdi. Shunga mushlarni nima qilib beramki deb kelgandim Davud To'ng'ishdan. Yo'q, Davud qari. Davud, ovchan. Oqshom dang-a. Oqshom. Hozirlam ko'rib turibdi buni. Ism familiyasi Turg'on Osmon. Shu. Oqshom 1:45 minut o'tganda To'lchan ko'chasi do'qishida bir motosikletni so'qib o'tgan. Moto degan chaplatibdi go'y. Eg'ir darajada aroq ichib mashina haydgan. Texnik qiyshida bir qiz bolam bor ekan aka mana. Meni qilgan ash qiz. Aka,
Maşinni o qizay demepti, sizning o'g'lingiz deb o'g'lingiz. O'g'o, shundoq canım ukam. Iliq bir naqsh bor. Qiz bola shayton izotqu, arni ko'ydirib, naftun qildi o'ziga, xiyol chimdirib deganda ukam. Mening o'g'lim degan Latinning qo'lda rologan udul qarab, mashina saylamasdan qizni ko'zini chiqarib, tiki yo'q, tetiqsiz, mazga tiqib, motoqa qilgan gap ukam. Agar qiz bo'lgan bo'lsa, moto qo'ymaydi. Kunda degidek og'iz pirapli kirdi, apslashki bizga jarab deb elkirib uxlab qoldi. Oqshom nima bo'ldi ki? Dars boshqana kishi tutdi. Onda deng. Kunda aroq ichib kirdi-da. İçidi deysiz kim? Bizning balla biz kichigimizdan go'shmaychilik, indaq yap cho'ng olgan balla ilik butun. Birazcık aroq ichganga bunda burtaverib qo'ymaysiz kim? Tadı obdan içipti, tadı obdan yaptı, tadı iligi tadı putinken. Aka, koza kündü sunmaydı, künü de degan gap bormi? Şuna endi şuna ufkam, avutdan ufkam. Avut qari. Voy, nima bo'ldi? Avchan. Ufkam siz kuchalik emas-ku, ha? Voy, nalik bo'lsa o'xshash. Nimda qari davrma deymanda. Shu boshqa ish yo'q, mush ishlarni sizni bir taraf qilib beramikin deb kirgandim, ufkam. Aka, men qarang, hozir bo'g'i mamlakat bo'yicha mandaq bir uqtirish tushirildi. Mana. Buyoq keling. Mana hozir butun mamlakatimiz bo'yicha Jumhur Xalq Cumhuriyati yo'l bexatarlik qonunidagi aloqador belgilama qoida tizimlarga aniq rioya qilib, qatnash huquqi va majburiyatini qonun bo'yicha yurgizib va ado qilib, hayotni qadrlab va qo'g'dab, qatnash bexatarligini turg'izib, yaxshi qatnash odatini yetildirishni chaqiriq qilayotgan mana shunday kunda aroq ichib, mashina haydab qatnash voqea sodir qilgan bir aroqkashni qo'yitish mening qo'limda kelmaydi aka. Voy, mayaqta. Maqra aka, qo'yitish mening qo'limda kelmaydi. Undaq emasdi ufkam. Ürümçide anlaşla qaraganda qilganingiz qilgan, atganingiz atgan, chiqin bak kesin deydi. Aka, ma qonun xilop ishlarga yeshil chiroq yiqib berishda mening pichqim toza obdan kesmaydi. Xafa bo'lmang, ha? Bizda kelgan o'shtanni suyulib to'xtab pichoqlar galish ketmagan-da. Lekin har qanday gal pichoqni ishtikiladigan amal bor. Nima bu? Bilay? Qanday bilay bu? Gal pichoqni ishtikiladigan bilay. Aka. Men nim ko'rib qoldingiz? Meni mushundaq narsani oldiga odam ko'rib qoldingizmi? Ha? Men bu narsani olsam, men xizmat o'rniga qanday yuz kelalayman? Eng muhimi o'g'lingizni halokat dildab ishlagan bo'lmandimi? Bilingmi manasingizni? Bu ufkam bu nim deganingiz endi? Sadigan ketay. Nim deganim bo'ladi. Men bu narsani ilib, o'g'lingizni qo'yib bersam, u yana aroq ichish odatini tashlamay, oxir bir o'zining jiniga o'z zomin bo'lmandi deyapman. Bu deganingizga o'rinliq. Voy, bo'ldilar, yo'q gapni qilavermasdan, qattiq sevitib gapni depmangiz. Mana sevatdim. Aka, mening hol kunim xeyli yaxshi degina. Makala. Ala, mana seni ilib, shanda chiqar. Ufkam, undaq ketmang deyman. Mening bir tal yolg'iz o'g'limdi. Sizdan biz otib ko'rgan, amnib ko'rgan bir qo'yvatgan bo'lsangiz. Sadigan ketay. Elimi şu senin yalnız oğlunken davatmen. Perden degi tortib qolmsin davatmen emas sizni. Gapini tushunib o'tamsiz? Voy. Bu chiqma. Voy. Ajab chiqinga deb ketdinga. Ukam, voy bu qo'nib qolmay men chiqdim bu yerdan. Makallamni yo'qlar. Endi tushundim. Aslida boshqacha qalpoq yo'g'an, bel inchi qilib ataq degan ekan. Qo'lini kelmaysa tilim bersigita. Aka, bu qo'ldan kelish tanbasi masalasi emas. Mayada muqaddas qonunda qonun. Gapni tushunib o'tamsan? Va gapimni chiqa mana. O qonunni o'xshay adam yozgan ham qo'yib o'zgartirsak bo'ldi. Bas. Vanani chiqdiganga chiqayotish. Do'st ketdim. Jon? Men chiqdim. Bikat tumshumga vasl bilib qoldilar. Bir ismisin bu. Mana mushunga o'xshash bir qism odamlar o'zining kichikgina puliga tayinib, bizning har xil yo'llarni ishlatib, bizning bir qism kadrlarimizni yo'ldan chiqaryapti. Meni shularga o'xshatib qolgan o'xshaydi bu o'z ko'ngilda.
Qani ko'ramiz. Sening puling kuchmi, qonunning kuchmi? Hey! Anvarjon bormi? Ha, Anvarjonmi? Bunugi neliqi aroq ichib qatnash vaqasi sodir qilib tekshirishlar chiqdimi? Ha. Nima? Ikkinchi qatimda aroq ichib qatnash vaqasi sodir qilishga? Ha? Yaxshi. Men sizlarni qo'llayman. Cho'qim qatnash bexatarlik qonuni bo'yicha obdan bir taraf qilinglar. Shundoq bo'lsin. Ha, ma'qul. Ha. Qani ko'ramiz. Sening puling kuchmi, qonunning kuchmi? Tik tirq. Kiram. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xatolashmasam siz Ovut akam bo'lsiz-ku deyman. Shundoq. Uy, Ovut aka, ishxoningiz nimindoq chiroyli, nimindoq payzi, nimindoq katta. Voy, ishxon, odatdagideklamg'o. Takkan tarkansiz. Sizning ishxonangiz bor-ku, men burun yotgan Hindu, Haytili, Tajutyanning ayrim yotoqxonalarida takkatka. Ovut aka, sizga bor-ku. Ovut aka, sizga bor-ku, huquq biliqi suv yaqinda yiqitdi. Qarang, chiroylaringizning val faqra ketganlar. Ey, ukam, men sizni tanıyamadım-ku. Uy, Ovut aka, albatta tanimaysiz-da. Huquqingiz o'sgan yoqi adam tanimasiz ketdingizga tang. Huquqimning o'sganligi rost. Biroq shu huquqim o'sganning yog'i bu xizmatlardan bosh ko'tarmayapman da, ukam. Uni ustiga toz xotirammi, toz joyida emas. Sizni qat'iy eski ololmadim. Ovut aka. Bir malikingizni unutib qolmangizmi? Biz kichigimizdan bir malda o'ynab cho'ng'o'g'an. Keyin biz bog'u, ma sayshxon sichangni kendiki eshakchi malik ko'chib ketdik. Manda dana. Biz kichik vaqtlarimizda bog'u, shapicholarni, og'ichallamlarni, o'shiqlarni shunday o'ynaydik. Shu vaqtlar siz bek kapsizdingiz, bek eskidingiz, sarang. Rost demoqchimi? Kichik vaqtimizda mahallimizda bir to'p ushoq bolalar bo'ladigan. Xuddi bir qo'soqdan tushgan qarindoshlardek yaxshi o'tadi. Opamni voy balam, sen kichik vaqtingda bek sho'xding deydigan. Kichik vaqtlaringiz bek sho'xdingiz. Biroq siz sho'xligingizni bog'u shuncha bolalarning ichidan mangli qiladingiz. Siz bog'u minnatchi qitim bog'u çok sevagatınız. Bakın. Ukam, men aldirayman dema. İşiniz bo'lsa tez-tezdan. Bo'lmasa qaytib keting. Başka iş yok. Tırnaqning tepsidagi laqchilik kichkina ish. Mushu akşam sizni qiqib ketganingiz-chu. Men qaytdim. Siz qo'g'ladingiz, men qochdim. Siz qo'g'ladingiz, men qochdim. Kapni tutoldim. Atam deb o'zim ketdim. Shunga Shuni bilan Ovut akam bilan muğunlaşmaqni uzun zamonlar bo'pti. Bir muğunlaşib kelay deb keldim. Bo'ptimi Ovut aka? Voy ukam. Muğunlaşqidak nədki vaqt deysiz. Bir qatnash vaqasi chiqsa, kun-kunlab uyga qaytamaymiz. Balchaqalarimiz bilan o'tirib bir vaqt tomoqni xotirjam bir yemaymiz uning ustiga. Ayollarimiz bechoralar bir vaqt tomoqni itib, bizni saqlab engaklari chiqib qoldi-da. Shu ayolning enki chiqib qoldi deb anglab, udul ishxonangizga muğunlaşqan keldim. Birden muğundashayli Ovut aka. Ne bunda qo'polsiz? Kichik vaqtlaringiz, siz qo'pol kelsiz. Qattiq o'tay. O'tanchi. Ukam, ishingiz bo'lsa tez-tezdan. Mening yana qizigan ishlarim bor. Boshqa ish yo'q qarang. Akşam akamning o'g'li qatnash vaqasi qilib o'tgan shuning bilan sizning qo'l ostingiz bilan uni tutib so'lab 15 kun otamizdan Xudoyim bilmagandek. Manda-da. Sizning eningiz kanda? Maqram.
Bu eninizning 2-qatimliq aroq ichib qatnash voqeasi sodir qilish ekan. Bizning qatnash yatırdagi soqchilarimiz buni qattiq bir taraf qilyapti. İtivitamı. Atmaydi, solaydi, egir jarimani qo'ydi. O't akka. O mening akamni yolg'iz bir tal jigirtdi. Ashni bir ning qilayotgan bo'lsangiz, men bak ning qilib. Men qarang. Men buni nim qilolmayman deng, ha? Men bundaq qatnash voqeasi sodir qilgan bir aroqkashni qo'yib o'tish mening qo'limdan kelmaydi, qarang. Eng yaxshisi qaytib keting, ha? Mumkin bo'lmasmi? Voy, mumkin bo'lmaydi dedim-ku, uka. Mumkin bo'lmaydi, qaytib keting, bo'ldi. Qat'iymi? Qat'iy mumkin bo'lmaydi, qaytib keting. Ozroq umid yo'q. Voy, umid yo'q, qaytib keting. Nima balo qoldi? Güp. Vres. Hey. Şimdi mi yaptın? Cahanda mümkün bo'lmaydigan ish yo'q. Allah'ım ne çıkılatı değil. Qo'yib beramsiz, qo'yib bermamsiz. Hey. Ne çıkılatı sen, ne çıkılatı? Qo'yib beramsiz, qo'yib bermamsiz. Hey, özünde tutuğunu demen. Bak, hizmet ol ne? Qo'yib beramsiz, qo'yib bermamsiz. Estağfurullah, aman ne bundaq qildi, hey. Sarang bo'ldi mi nima bu? Agar qo'yib bermaydigan bo'lsangiz, chiqrayman. Hey, bak özünde tutuğunu deyman. Özünde tutuğunu deyman, nima qilsiz? Ilbek yo'qqa mishib. Nima? Agar qo'yib bermaydigan bo'lsangiz, yo'qqa mishib, chiqrayman, yig'layman. Hey! Sen meni nima ko'rib qolding, ha? Sen mushunda vositlarni ishlatsam, meni qo'rqaydigan deb ko'rib qoldingmi? Maqra. Yilg'o yo'qdan silib ekansan, butun kiyimingni silvatsangmi? Qo'yib bermayman dedimmi? Qo'yib bermayman. Xudoyim nima bo'la qoldim men mana uningga? Oy! Nimani qilganim ishini siqib. Qo'ymas nima bo'pti? Akamni yolg'iz o'g'il-tug'u qo'ymasmabdi deyman-da. Qulashib qulamisan bu. Qanday nima bor deyman? Agar mushlar shu yo'qdan yishib, vaqtlamaydan bo'lsam, o'g'ilma bo'lmay ketadi. Men buni tumliq qilib sirtliq qilmay buni. Voy! Sen? Ala ko'zlarikni. Xudoyim mana. O bir bayatınlı yağı. Ne mındaq bunu bir yerler budayacak desem. Siz senken sende. Ha, hey. Erkiştirip muşçılık kılgan namaz kılsan şu, he? Sen bana muş kılmışsın için. Kanun torda kısıtlamaysa. Boşlara. Bana. Aysanlar bak. Ala aman eşka. Uy,